Dadang kelgandilar. Qilgan ishlari uchun uzr so'radilar. Shu gulni berib ketdilar. Senga ham uzrlarini yetkazib qo'yishimni so'radilar. Nimaga kelibdilar? Aytyapman-ku. Uzr so'ragani kelibdilar. Men yaxshi ko'rgan gullarni olib kelibdilar. Juda ham xursand bo'ldim. Gulni nimaga oldingiz? Oldim. Buni nimasi yomon? Nimaga oldingiz bu gulni? Bu nima deganing? Nimaga olmas ekanman? Dadang bilan yarashsak yomonmi? Adam bilan yarashsangiz zo'r. Lekin bu adam ayyorona rejasi, bilasizmi shuni? Qanaqa ayyorona reja, nimalar deyapsan? Hech qanaqa ayyorona reja yo'q. Oyi, adam sizga yaxshi gapirib, kechirim so'rab, gul berib, o'sha uyni sotish uchun hujjatlarga qo'l qo'ydirib olmoqchilar. Tushunyapsizmi shuni? Dadang haqida bunaqa bo'mag'ur gaplarni gapirma. Oyi, siz sodda bo'lmang unaqa. Dadangning qanaqaligini men bilaman. Hijolat bo'lib, uzr so'rab, shunaqa turishlarini ko'rganda eding. Rostdanmi? Hijolat bo'lib, ha?